Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rganlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Aziz ko'rganlarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida qanolimizga a'zo bo'lishni va hamberilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugun Xitoyning Avstraliya turishliq bosh elchisi Shouchan 24-iyun kuni, ya'ni tungi kunda Avstraliya Xitoy munosabatlari instituti tomonidan Sidney Texnik universitetida o'tkazilgan suhbat programmasida Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosatchi, faoliyatchi Derev Pavlo va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichki ishlar mudiri, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat harakatining Avstraliya mudiri Baxtiyor Bo'ri apandilarniki namoyishi va qarshiligiga duch kelib, qattiq burniga yegan. Bu munosabat bilan naq maydonda bu Xitoyga qarshi sho'rtovlab, irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, Xitoyning yolg'onchiligini pash qilgan va uni rasvo qilgan Baxtiyor Bo'ri apandini suhbatimizga taklif qildik. Deganimizdek, bugungi aziz mehmonimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichki ishlar mudiri Baxtiyor Bo'ri apandi. Hürmetli Baxtiyor Bo'ri apandi, suhbatimizga xush keldingiz. Qimmatli vaqtingizni chiqarib, bugungi suhbatimizga qatnashganingizga biz nihoyat sharaf his qilamiz. Va alaykum assalom, Baxtiyor apandim. Bugungi bu suhbatga taklif qilganingiz uchun men ko'p rahmatimni bildiraman. Shuning bilan ekran oldidagi barliq vatandoshlarimga, qarindoshlarimga Allohning salomi bo'lsin. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi suhbatimizni rasmiy boshlasak, bo'lsa suhbatda bo'lsa o'zingizni bir tunishtirayotgandan keyin bir suhbatimizni boshlasak deb o'ylab qoldim. Tuyuqsiz hurmatli Baxtiyor apandi, o'zingizni bir tunishtirayotgan bo'lsangiz oldin. Rahmat. Albatta, ismim Baxtiyor Bo'ri. Vatanimizning G'ult shahrida tug'ilgan. Keyin Urumchida 79-da Urumchiga o'qishga, oliy maktabga o'qishga kelib, 84dan bu 88gacha atalmış Şinjan gezitining Uyg'ur bo'limida tahrir va muxbirlik ishladim. 88-yili oilam bilan Avstraliyaga ko'chman bo'lib keldik. Shundan tortib ta hozirgacha shu vatan millat davosida qo'limizdan kelguncha kelyapmiz. Harakat qilib kelyapmiz. Hozir men Avstraliyaning Sidney shahrida oilam bilan, bolalarim bilan, ya'ni 2 qizim, 5 navram bilan yashayman. Shunchalik hamdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizni rasmiy boshlashdan burun bo'lsa, shu tungi naq maydon filmni bir ko'rib chiqaylik. Straight away, you go now. You want to say stuff like that, you're out here. Let's go. Out. No questions, out. Go. Bu Xitoyninki chiroyi qarg'anchoq nihoyatda o'sal bo'lganligi, sharmanda bo'lganligini ko'rib olishga bo'ldi. Oldi bilan bo'lsa shu tungi bu Xitoy qatnashgan Sidney universitetidagi bu faoliyat zodi bir qanday faoliyatdi? Siz qachon bu yerga tizimlab qatnashgan? Shu faoliyatniki umum mazmuni to'g'riliq bir so'zlab bo'lgan bo'lsangiz rahmat. Bu faoliyatninki Sidney Pan-Texnika universitetida bo'lganligini men 2 hafta burun bilgandan keyin bularni onlayn, ya'ni tor orqali tizimga oldirish nimasi bo'yicha men tizimga oldirdim va tizimga oldirgandan keyin menga ayrim yana email nimasi keldi. Savollaring bo'lsa, men endi Sharq Turkistonlik bir Uyg'ur deb bir o'zimni ashna qilib tizimga oldirgandan keyin menga bu shu nimani o'rlashtiruvchi, ya'ni Avstraliya Xitoy munosabatlari institutininki direktori professor James Lawsons degan kishi endi savollaring bo'lsa avatsang, shu savollarni men biz tayyorlab qo'yamiz. Shu faoliyat jarayonidagi savol javob vaqti kelganda
savolni so'rash balki first bo'lishi mumkin deganim bo'ldi. Shu savollarni evetdim. Keyin bu endi faoliyat Xitoyninki shu birinchi oyda yangidan tayinlangan bosh elchisi Shao-Chen degan bu kishi Avstraliyaga kelgandan keyin birinchi qitimliq jamoat bilan yuztirani uchirish faoliyati bo'ladi. Buni Avstraliya Xitoy munosabatlari instituti shu nimada Avstraliyaninki Sydney Pan-texnika universitetiniki Great Hall deydi, ya'ni katta zaliga o'rnashtirgan va shu institutninki direktori James efendim bevosita taklif qilgan ekan. Shuning bilan bu tünügün yani 24 iyun günü saat aslidagi program bo'yicha 11'de başlanıp 12'den 15 o'tganda tugaydigan 1 soat 15 minutlik program ekan. Shunga bordim hamda shu yerdagi sizlar bayon qilgan videoni ko'rgandek nurg'un tashviqotlarda, nurg'un axborotlarda e'lon qilingandek shunaqa bir voqeaga shohid bo'ldim. Hurmatli Baxtiyor apandi, tundagi shu naq maydonda ko'rsatgan g'ayratingizdan diasporadagi barliq Uyg'urlarni aytdi faxrlandi sizdan, aytdi iftiqorlandi. Buning uchun hammamiz sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hamda tundagi shu faoliyat jarayonida namoyish bo'pti. Uyg'urlarga, Tibetlarga, Hong Kongliklarga erkinlik kitap namoyishlarni qilibdi. Yani bu Xitoyninki tunji qatimliq bir faoliyat ekan. Bunda bo'lgandan keyin sizningki oxirida qilgan qarshiligingizdan keyin Avstraliya matbuotlarida bu Xitoyninki tunji qatimliq Avstraliyadagi ommaviy faoliyatdan burniga yeb sharmanda bo'lishi Avstraliya yerlik hukumat tarmoqlari yoki medialarda qanday bir ta'sir qo'zg'adi? Buni so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Oldi bilan albatta sizningki bu bana bergan hurmatingiz, hurmat so'zingizdan xijil oldum. Biz vatanimiz Sharq Turkiston. Biz vatanimiz Sharq Turkiston tug'ildik, cho'ng bo'ldik. Biz shuning bilan bu Allohninki bu taqdirimizdan qismat bilan mana bu Avstraliyaga va chet ellarga chiqdik. Sharq Turkistonda vatanimizda yashayotgan, azoblanayotgan, qiynalıyotgan şu türmelerde, şu ceza lagerlarında ingrayotgan xalqimizning bizde haqqı var. Her bir chet elda yashayotgan Sharq Turkistonlikniki, Sharq Turkistonlikda şu qarindoshlarimizniki, ota-onalarimizdan, urug' fuqarorimizdan, el og'irlarimizdan ve barliq xalqimizning bizde haqqı var. Men tünügün bu fırsatdan Allah bergan bu fırsatdan foydalanib, şu xalqimizning mendeki haqqini azroq bo'lsin o'tashga tirishmoqdim. Endi sözümüzü kelsek, bu faaliyet saat 11'de naktiga vaxtida başlandı. James bu kiriş sözlü sözler keynidin bu Shao-Chen yani baş elçini sahneye taklif kıldı. Sahneye çıkıp 2 minut 3 minut sözlemesinden durup Joe Paulo bizden Uygurlarının dostu, yaş yigit, bu Erkinlik Partisi'nin kurguçisi bir neçe sərdaşları bilen namoyish qilib o'tirib chiqdi va lozunkalarni ko'tarib o'zining norozligini bildirdi. Shundaqla shu universitetga, ya'ni universitetga va shuni o'rlagan bu qirg'inchilik ilib berayotgan bu hukumatning, Xitoy hukumatining vakili bo'lgan bu bosh elchiligiga bundaq bir sorun yaratib berganligiga norozilik bildirdi. Hamda Tibetliklarga erkinlik, Sharq Turkistonliklarga erkinlik, Uyg'urlarning sizning ilib berayotgan qirg'inchilikni to'xtat degan savollarni qo'ydi. Shuning bilan u yerdagi omonlikni saqlovchi xodimlar ularni shu bir turkum odamlarni zaldan chiqarib berdi. Undan keyin bu bosh elchi nihoyat ustulik bilan, nihoyat bir hilgarlik bilan bu erkinlik, kişilerin erkinliği, söz hukuki, bunu mu doğru düşünümen, muşundaq oxşamagan fikirler ve söz erkinliğine bilen biz bunu mu biz kabul kılımız degan
Xitoy hukumatida bo'lmagan, Xitoy davlatida bo'lmagan bu erkinlikni biyadagi erkinlikdan foydalanib, ashta deb o'zini bir go'zal, bir erkinlik bir erkinlik so'yar bir insondek shunaqa ko'rsatdi. Ondan keyin Tibetliklar chiqdi. O Tibetliklar o'sha o'xshash sho'r to'ldi. Ularni sirtqa chiqaribdi. Ondan keyin Hong Kong so'zladi, ularni chiqaribdi. Ondan keyin bir necha Avstraliyalik yerlik xalqlar noroziligini bildirdi, ularni chiqaribdi. Ammo men nihoyatda sabrchanlik bilan eng oxirgi minutni kutdim. Chunki mening o'zimning shu 2 hafta tizimlab deb shu faoliyatga qatnashqichi bo'lgan vaqtda o'zimni kallamda tayyorlik qilgan va Alloh taolodan o'zimga sabr tilagan va o'rnimdan chachrab turib, keyingi ishlarda bir fursatni, muhim bir fursatni qo'ldan berib qo'ymaslik uchun men o'zimni nihoyatda besib o'tadim. Eng oxirida Profesör James efendim ikki asli 1 soat o'zimizniki normal savol javobimiz bo'ladi. Bu savol javoblar tugagandan keyin, ya'ni soat 12da, naq 12da mushatga anglag'uvchilarniki savollarini ularga ruxsat savol berishiga ruxsat qilyapti. Shuning bilan bu bosh elchi janoblari bularninki savollarga bevosita javob berish vaqti edi. Afsus, bu namoyishchilarninki vaqtni ib ketish sababidan bu 15 minutlik vaqtni yo'qotdik. Shuning uchun men menga kelgan savollarni savol berguvchilarning mishada o'tirgan savol berguvchilarga vakolatan men savol so'rayman deb bu shoudan savol so'radi. Shu savolida ikki endi atalmış Şinjan, ular albatta Şinjandaydı. Şinjanda musulmonlar ustidan ilib berilayotgan ziyonkashliklar, ya'ni isbotlangan, dokumentlashtirilgan ziyonkashliklar haqida qanday qaraysan deb savol so'radi. Bunga Shao mundaq javob berdi. Şinjanning masalasi kishilik huquq yoki erkinlik masalasi emas. U faqat davlatning yoki Jungo davlatining birligi, shundaqla ayrımcılığı masalasi. Ya'ni tinchlik, muqimlik va yoki terrorizm masalasi. Biz bu terroristlarga ve bu ayrımcılarga karşı hem Jungo'nunki hem Şinjan'ınki halkıga muvaffak tedbirlerini ilvatımız ondan başka mesele emas deb cevap verdi. Yani bizni Şarkı Türkistanlıklarını, Uygurlarını terörist, bölgünçi, ular üstünden bizden kılıvatkan bu zulümlerimiz hak deganini verdi. Bu en ahirki, şu faaliyetin en ahirki minut. Şunun bilen bu Profesör James, yani mediatör şu oturda kontrol kılıvatkan, hem şu faaliyetini uyuşturgan profesör, kelip onun Shao bilen görüşüp teklifini kabul kılıp kelip amma bilen uçuşup suallarımıza cevap verdiği için rahmet deyişi bilen men naydı bir 4-5 metre aralıkta oturgandım. Bana endi fırsat geldi. Ben şu fırsatını kütüp oturgan edim. Şunu ordumdan çaçırap kopup kolumni barmaklığımni onunla qartıp durup men Uygur, men Şarkı Türkistanlık, men terörist emas, men bölgünçe emas. Sen halkımның üstüden terör hareketlerini kılıvatsan. Sen halkımni kırgınçılık üstüden kırgınçılık ilip birivatsan. Sen halkımның üstüden milli kırgınçılığını toxtatıp güçlük vakırdım. Şundan amallıklı saklığıcı kişiler kelip meni bir kopallık nemede kıkandak şekilde kılıp sırtqa çıkıp
sirti saqlab turgan saqchilarga topshirib berdi. Saqchilar meniki kimligimni tekshirib, yezib qilib, meni chiroyli yo'lga sepib qo'ydi. Men bu turib bu so'zlagan noroziligim bu so'zimninki bu Xitoyga, ya'ni bu janob elchiga bunchalik ta'sir qilganini men qilishini men o'ylamagan asli. Men o'ylagandimmi bekrak ta'sir qilganini men keyin bu Avstraliyaning ABC kanalidagi to'liq YouTube orqali oxirgi shu qismini ko'rdim. Buning chiroyi shunchalik o'sal bo'lgan, shunchalik bir hodiqqan, nima qilishni bilmagan ahvolda qolganligini ko'rib, har holda maqsadimga yetganligimga jazm qildim. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda ABC xabarlari kanalı bunu takip etti. Ondan başka yana sizin Twitter akkontingizda bu film takip edildi. Yani Avustralya'da qandaq bir ta'sir qo'zg'adi bu, yani jamoat va medialarda. Bunu mu so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bu nəhayət yaxşı sual bo'ldi, pek muhim sual bo'ldi. Albatta bir harakatning neticesi bo'lishi kerak. Uning təşviqat. Bu dünya təşviqat urushi dunyosi. Biz shu dunyoda yashayapmiz. Bu nəhayət insil sual. Ben şunu olan bu zaldan ayrıldım. Elbette vaqt hem adam ayrıldı mendan keyin şu oxirgi minut edi. Çünkü ben mashinamga berib, mashinamni o'taldimda, mening mashinamning radiosi doimo Avstraliya şu ABC radiosiga uloqliq. Shundan o'taldisam, bizning qilgan namoyishimizni, noroziligimizni ABC'ning radiosida berib o'tdi. Uni ovozini darhol oldim. Şu yani 12:20'da ben 12'den 15 ötkende uyardım çıktım, berip maşinamda otardım. 12:20'da bergen haberden tartıp, şundan tartıp ta hazırgacha Avustralya'nın bütün kanallarında, bütün televizyonlarda, gazetelerinde, radyolarda arkadan tekrarlanıp beriliyordü. Yani bulup mu tünügün saat 12'den 2 saat, 12 gece ya ki keşke Avustralya'daki axbaratda, təşviqatlarda en kızık noktaya aylangan bir mesele oldu bu. Şunu olan billah, fakat Avustralya'da emas. Ben bu Sky News deyimiz, Al Jazeera deyimiz ve Amerika'da ve başka yerlerde çıkarılan gezi jurnallar deyimiz. Aşağıdan hemmisindeki şu muşu haberinin noktalık belgeligini gördüm. Hem de özümden Twitter'a gelsem, bana hazır 18 saat oldu ben Twitter'a bu videonun çıkarını. 18 saat içinde bana hazır 150 mindən aştı görüş kettim sani. Şu 28 yoki 30 sekundluk şu videonu. Yani 150 mindən artıq adam kettim sani görüldü. Şunu olan bugün akşam ben şunu tweet qilgandan hem özümden şu yerdagi so'zlagan so'zlarni yezib yo'llagandan keyin Twitter'imda to'xtamay bana ergashguvchilar hem de meni qo'llovchilar hem de bu Xitoyninki bu yolg'onchiligini oshkorlangandan xursand bo'lganlar intayin ko'p menga uchurlarni yozdi. Bu faqat Uyg'ur chet elliklarninki menga ko'rsatgan nimasi. Ama o'zimizning xalqidan kechicha, kunduzi bugun hozirgacha menga shaxsiy xonamga yoki Facebook'ta yoki WhatsApp'ta to'xtamay tilaklarni bildiryapti, so'zlayapti. Meni nihoyatda yüksek bir hurmat bilan meni taqdirlayapti. Albatta xalqimninki bu taqdirlashiga ko'pdan ko'p rahmat etaman. Ammo har birimiz dunyoda yashayotgan, bo'libmi vatanimizning sirtida yashayotgan har bir Sharq Turkistonlikniki qichib bo'lmaydigan mas'uliyati qaysimiz qo'limizdan qanday bir ish kelsa fursatni qo'l ching tutib bir vatanimiz uchun sharaf, o'zimizga sharaf bilib qo'limizdan kelgan xizmatni qilishni umid qilaman, orzu qilaman. Rahmat. Sizniki fidokorligingizga yana bir qatim rahmat aytamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda siz shu naq maydonda bexatarlik qo'g'dug'ichilar tarafidan sirtqa chiqilgandan keyin, ya'ni soqchiga topshirilib berilibsiz. Ya'ni buniki bundaq bir oqibatning kelib chiqishi, ya'ni sizga bundan keyin xizmat va turmushingizga
qandaq bir oqibatlarni olib kelishi mumkin, ya'ni sizga jarimani qo'ydigan yoki boshqa bir jazo uchraydigan bir ahvollar bo'lishi ehtimollik bormi, yoki soqchi buni qandaq bir taraf qildiganligini aytdi, bunimi so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Ben bir acayip bir taleylik adam. Bu Xitoyninki bosh elchisi bilan uchrashishim bu birinchi qitimliq emas, ikkinchi qitimliq. Ya'ni bizning Urumchidagi qirg'inchilik, ya'ni 5-iyul voqeasi bo'lib, bir 6 ay, ya'ni 2010-yili 1-oy yoki 2-oyda Adlaytda men bir aşağıda bir xizmat bilan aşağıda bo'lib qolgan edim. Shu da bu Xitoyninki bosh elchisi Adlaytdagi bizning vatandan kelgan har xil ishtaq bir insonlarni to'pi bilan bir Şinjan jamiyati qurgan ekan. Men o vaqtida bu Erkin Asya radiosining Uyg'ur bo'limiga Avstraliyadagi ixtiyoriy muxbir bo'lib ishlatdim. Men shu nimaga, shularning qurilish, ichilish murosimiga muxbirlik salohiyatim bilan kirgandim. Shu yerda shu Canberradan Xitoyning bosh elchisi shuni qurish uchun, shu qurilish murosimini tabriklash uchun Alaydan kelgan ekan. Onun bilan birga bo'ldik va uningga taklif qilib ayrim bir uyga kirib bir suhbatlashishni, ya'ni menden onu intervyu qilish, ya'ni onu axborot suhbati ilib berishni talab qildim. U ma'qul deb bir sekretari bilan hem şu Şinjan Cemiyeti'ninki reisi bilan şu ayrım xona kirib so'zlashdik. So'zlash jarayonida onun bilan qattiq deyishdik. Hem de bu 5-iyul voqeasi haqida xeyli ko'p tartishlar qildik. Eng oxirida ustal urushlari bo'lgan, ashta ishlar bo'lgan. Hem de bana tehdit ilib borgan. Men shu tehditga vaqtimda bu mening vatanim Avstraliya. Men bu yerning grajdani. Senin men faqatla muxbirlik huquqim bilan, muxbirlik xizmati bilan sendan savol so'radim. Sen javobni o'rniga men tahdid ishlatyapsan. Sen tahdid ishlatadigan haqqing yo'q, huquqing yo'q dedik. Chiqib ketdik. Keyin bir 2-3 haftadan keyin Sidneydagi uyimda ba'zi bir ishlar bo'ldi. Bularni ham cho'nqur so'zlashni xohlamayman. Bu shunda o'tgan. Bu ikinci qitim hamda tunugin shundaq bo'ldi. Onundan gerçi onundan bir mustaj uruşmasakmı, onundan yeterlik bir siyasi taraftan halkımızın hakkani bir davası hakkında bir aşağıda digen bulduk. Men u yerdan chiqib saqchilarga topshirib berdi va saqchilar meni nihoyatda yaxshi uzitib qo'ydi. Men ishonamanki, men Avstraliyada demokratiya yuksak bir mujassamlashgan, insonlarning haq huquqi bir kapolatga erishtirilgan mushtaq bir erkin dunyoda yashayapman. Oldi bilan Allohning marhamati va qo'g'dishi, shuning bilan birga Avstraliya hukumatiniki meni qo'g'dishi bilan menga hech qanday bir zarar yetmaydi deyman. Albatta Avstraliyaning yerlik hukumatining saqchi taraflaridan va boshqa munosabatli yerlarda menga jazo yoki ishtirok yoki boshqa ta'qiblar bo'lgani yo'q. Ammo lekin meni yollab chiqqan saqchi, men uning ko'zidan, uning chiroyidagi ifodasidan shunday his qildimki, umi bir rozimanlik his qilgandek bildim. Ko'pdan ko'p rahmat. Aytib tafsili tushuntirib berdingiz. Demak, bir demokratik davlatda yashayotgan har qanday bir insonning o'ziningki haq huquqini ishiltib, muvofiq yerda o'zining qarshiligini har qanday bir odamga, mayli u davlatningki zontong bo'lsin yoki boshqa bir davlatningki Xitoyga o'xshash bir diktator davlatningki cho'moqchisi bo'lsin, biz o'zimizning huquqini har qanday bir demokratik davlatningki har qanday bir so'rinda oshkora, ochiq ishiltish huquqimiz bor. Biz buni qo'g'dash amaliyotda bizniki huquqimiz. Sizniki tundo'rinki shu naq maydonda nihoyatda ustalik bilan bu mushni dal vaqtida bu Xitoyga otqiningiz, ya'ni Avstraliyada nihoyatda cho'ng bir g'ulg'ula silkinish qo'zg'abdi. Bo'libmi sizniki Twitter akkauntingizning 150 ming qitim ko'rilishi ham Avstraliyadan boshqa yerlardami bu tundo'rinki sizniki xabaringizning ulab tarqatilishi, ya'ni bu mushniki nihoyatda dal etilganligini bildirdi. Hamda siz Avstraliyadagi uzun yillik aktivist, qurultayniki rahbari, shundaqla Avstraliyadagi butun
hukumat tarmoqlari bilan aloqangiz bor bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan Uyg'urlarniki Avstraliyadagi da'vo ahvoli bundan keyin qaysi tarafga taraqqiy qilyotidi? Ya'ni Avstraliya bilan Xitoyning munosabati bundan keyin qanday bo'lishi mumkin? Bu to'g'riliqmi? Qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bu intayin muhim savol. Albatta men bir siyosiy yoki diplomat bo'lmasammi, siz deganingizdek Avstraliyada yashayotganimga 30 yildan ortiq bo'ldi. Hem de bu davanınki ustazlarımızın kayında, rahbarlarımızın kayında erişip ve belli bulup işte kılıvatımız demek şunun şu boyunca bir azak tecrübeler buluşu tabii. Şu noktadan çıkıp ettiği vaxtıda ötkenki 11 yılda Avustralya'ya hükümranlık kılan yoki Avstraliya devletininki hakimiyeti tutan partiye Liberal Partiyasıydı. Liberal Partiyası ularninki partiya o'zining siyosatida g'arb bilan yaqinlashish, Amerika bilan ittifoqlashish siyosati o'zgarmas siyosati. Shu o'zgarmas siyosati ostida men 3 qitim bu bizningki bosh ministrimiz almashdi o'xshash partiyaning ostida Xitoyga bo'lgan, ya'ni Beijing bilan Canberraning munosabati bargancha jiriklashgan bo'libmi 2019 yılı bu Xitoy virusi tarqalgandan keyin Avstraliyaningki sobiq eng oxirgi ya'ni Liberal partiyasining lideri bo'lgan sobiq bosh ministri hurmatli Scott Morrison janoblari xalqaro mustaqil tekshiruvchilarni Wuhan'ga avitib bu kasallikning kelib chiqishini aniqlash kerak deb dunyoga e'lon qildi. Tunji muşu gapni qilgan ve oxirgi muşu gapni qilgan bütün dünya liderlarining işte muşu kishi edi. Shuning bilan bu Xitoyninki o'g'iz qaynoq intayin o'ktamlik qilib Avstraliyaga iqtisodiy taqiqlarni elib bordi. Ya'ni Avstraliyaning vinosi, Avstraliyaning bug'doyi, Avstraliyaning arpisi va hokazo. Chunki Avstraliya bilan Xitoy o'rtasidagi tijoriy intayin yuqori en köp derecede bulup mu Xitoy Avustralya'da nait köp mallarni yani gaz, kömür, uran, yemek içmeklerini intayin köp import kıldı. Şularının hemsini takip kılıp Avustralya'nınki din alıdığan muşu mallarını import kılmaydıqanlığını e'lon qildi. Elbette bunun bilan Avustralya'nın iqtisadi bir nima qilgani yo'q, azlab qolgani yo'q. O texmi taraf kıldı. Çünkü Avustralya yalnız emas. Avustralya'nın dostları intayin köp. Onun Hindistan, Avrupa, Amerika ve Kanada qatarlıqlar Xitoy almagan şu mallarni ular aldı. İqtisadimizda hech qanday bir ta'sir bo'lmadi. Afsus, ama lekin şu jarayonda yaqinda Xitoy atrofimizdagi kichik orol davlatlarini setib olish, ularninki rahbarlarga bir Xitoyning o'zininki klassik buzilgan axloqi bo'yicha muomala qilish, shu orqali o'ziga qartish, qarz berish, qarz orqali bo'ysundirish qatorliq bir usullar bilan atrofimizdagi Avstraliyaning atrofidagi kichik davlatlarni bilan kelishib, ashlar bilan harbiy bazalarni qurish, ashlar ishlarni qildi. Shuning bilan yaqinda, ya'ni 5-oyda Avstraliyaninki kuzatish aeroplanlarga lazer nuri orqali hujum qilish yoki Xitoyninki bir urush aeroplanlarini Avstraliyaniki havo bo'shlig'iga kirgizish qatorliq mushtaq bir o'ktamlik yoki bir kuch ishlatish mushtaq nimalarni qildi. Bizning Avstraliyaning saylimi bo'lish harpisida. Ya'ni 5-oyning 22 kuni Avstraliyada federal, ya'ni davlat saylimi bo'ldi. Shu saylamda afsus bu Xitoy bilan yaxshi munosabat qilish xohishidagi partiya, ya'ni Emgakchilar partiyasi huquq chiqdi. Ularning lideri Anthony Albanese Avstraliyaning hozirgi bosh ministri bo'ldi. Biz o'tganki 11 yil jarayonida oldi bilan men o'zimni ayblayman. Shuning bilan Avstraliyadagi har xil bu tashkilotlarimizningki bu milliy davoni oldi ketib qolgan tashkil rahbarlarimiz ojizlik qildikmi yoki
qo'lidan kelgan ishlarni qildi-yu, lekin Xitoy bilan Canberra o'rtasidagi eng kuchli prezidentdan biz to'liq foydalanmadik. Buning uchun men oldin o'zimni ayblayman albatta. Endi bu Xitoy bilan yaxshi munosabat qilish, qo'yiq munosabat qilish, Amerikadan, G'arbdan sal chekinish siyosatini asosiy siyosat qilgan bu partiya hozir huquqi chiqdi. Men ansiraydiganim bizningki davorimiz mushu partiyaning siyosatiga uchrashidan biroz ansirayman. Ammo lekin men tunugunki voqeadan shuni his qildimki, bu partiyaningki ta'siri bizning Uyg'ur davosiga nisbatan uncha zo'r ta'sir ilib kelinmaydiganligiga biroz ishonchim komil bo'ldi. Chunki u yerda shu faoliyatda o'tirayotgan 5-600 dan ortiq odamniki 70-80% deyarliklar oshlarning hammasi menga nimqaqda shundaq bir qizg'in chavoqlar bo'ldi yoki namoyishlar xalqning chavoqlar bo'ldi. Ammo u Xitoyning elchisi so'zlagan vaqtida bir necha Xitoylar u yerda bu yerda chavoq chelishdan boshqa ovoz bo'lmadi. Shuning bilan birga mana men boyam degandek hozir men 150 mingdan eshib ketdi balkim har minut 100lab 200lab eshibyotdi. Ashuna hammasi Uyg'ur bo'lmagan, bo'libmi Avstraliyadagi xalqlar shu Twitterda ki chiqargan shu videoni ko'ryapti ham nimalarni o'zlarining tilaklarini yo'llayapti. Avstraliya xalqi, Avstraliyadagi aql egalari, Avstraliyadagi tijoratchilar va boshqalar bo'libmi avam xalq Xitoyning Avstraliyani besib olishdak, Xitoyning Avstraliyani o'zining ta'sir doirasiga ilishdak yomon niyatini allaqachon bildi. Shuning bilan birga xalqimizningki vatanimizda lagerlarda azoblanayotganligini bular hammasi bildi. Shuning uchun Avstraliyadagi bu demokratik bir davlatda hukumat xalqni boshqarmaydi, xalq hukumatni boshqaradi. Agar bugun xalqning ra'yiga boqmay Xitoy bilan yaqinlashib bizningki da'vo harakatlarimizga ta'sir ko'rsatsa, ya'ni 3 yildan keyin ular huquqdan ayrilib qoldi. U tabiiy. Köpten köp rahmat yaxshi tushuntirib berdingiz. Endi oxirida qo'shimcha qildiganlaringiz bo'lsa alınsak, shu voqea to'g'riliq. Bu voqea bizga butun diasporada, ya'ni bo'libmi g'arb davlatlarda erkin dunyoda yashayotgan har bir Uyg'urga shuni bir tajriba bo'ldi. Abiyam xuddi siz aytganimizdek, g'arbda yashayotgan her bir Sharqistonlik şu özümüzün devleti bizge vergen hukukumuzdan to'liq foydalanishimiz kerak. Özünüz üçün to'liq foydalanmısınız mı? Azaplanayotgan, siz üçün ko'zlardan yosh yiqayotgan, sizga umidlar berishayotgan qarindishingiz uchun bu sistemdan foydalaning. Qo'lingizdan kelganicha o'zingiz turayotgan demokratiyadan, sizga bergan kişilik hak hukuklarımızdan ve haklı turuştan ibaret bu adalet suyer hükümetlerinizden sizin adalet kılan cihatınızda ya ki sizin kılan bu hareketlerinizi qoğdaydıgan şu hükümetiniz boğallığınız için hiç kandak çikilenmeyi halkınız için, vatanınız için muşu fırsattan paylaşınızdı ve başka uşak işlerine kurup sepsetelerge, fitne fasatlarga ergiş emas, özünüzün vatanınızdan bergen, özünüzün hükümeti bergen hukuklarınızdan to'liq foydalanıp Uyg'urlik mecburiyetinizni ado qilishni umid qilaman. Rahmat. Köpten köp rahmat. Hikmetlik bir suhbat bo'ldi deb qarayman. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun teşekkür etimiz. Şunun bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Allohga omonat, xush vaqt bo'linglar.